Kolorado shtatida biznes boshlagan o'zbek qizi. Yerga o'xshagan sayyoralar bormi? O'zbekistonlik dizaynerning adras liboslari Amerika bozorida. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Bu mamlakatda yashab biznes qilaman desangiz sharoit bor, lekin qiyinchiliklar ham kam emas. Ishni qayerdan boshlaysiz? Moliyani qayerdan olasiz? Kim sizga maslahat beradi? Deylik, siz o'zingiz taqinchoq yasab sotmoqchisiz. Mavzuni Kolorado shtatidan hamkasbim Nasiba Tohir davom ettiradi. Kolorado shtati Brunfield shahridagi savdo markazida taqinchoq sotilayotgan do'koncha tadbirkor ayolning mehnati mevasi. Little Jewel Box, ya'ni zar qutining sohibasi Iroda Shamshiyeva savdo sotiqdan, zeb-ziynatdan bilib gapiradi. 4 yildan beri Amerikadaman. Har xil shtatda yashadim. Floridada, Ohioda yashadim. Tennesseeda yashadim ozgina. Iroda ko'plardan o'rgandi, ulg'aydi, Amerikaning chig'irig'idan o'tdi. 2 yil oldin Koloradoga ko'chib keldim turmushga chiqqanim uchun. Ish qidirish gazetadan boshladim. Gorizont degan gazeta bor Koloradoda. O'sha gazetadan telefonda qidirishni boshladim. Ko'pchilikdan so'rasam, molda ishlash, targ'ibot sentrlarida ishlash, Onsoro deyishdi. O'shanga gazetadan qidirib topdim. Ishga olishdi. Xuddi shunaqa kioskda ishladim, faqat u yerda lakli sotishardi. Shundan keyin Iroda Soho firmasida soch taqinchoqlarini sotdi. U yerda ishlab, savdo sotiqda ko'zi pishdi, mashqlardan o'tib menejerlik lavozimiga olindi. Saldan keyin esa ishonchi ortib o'zining shaxsiy biznesi, mana shu do'konchani ochdi. $10,000 bilan boshlasa yaxshiroq, chunki 2 oy oldinga ham pulingiz bo'lishi kerak, chunki biznes boshlayotganingizda srazu hech kim foyda ko'rmaysiz. To'g'risini aytsam 6 oy yoki 1 yildan keyin foyda ko'rishni boshlaysiz. Ungacha odamlarga reklama qilasiz, xodimlaringizni o'rgatasiz ishga, 1 yilgacha sabr qilish kerak odam. Yosh tadbirkorning maslahati ish qilishda shoshmaslik kerak. Bir kioskani eplang, yaxshi odamlarni, yaxshi menejerlarni toping deydi. Undan keyin ikkinchi do'konchani, uchinchisini ochsa bo'ladi. Iroda mahsulotni Xitoydan internet orqali sotib oladi. Soch uchun taqinchoqlarni o'zi ham yasaydi. Bozori yaxshi, odamlarga yoqadi. Amerikada ko'proq yaltir-yultir narsalarni yoqtirishmaydi, ko'proq pastelniroq narsalar yoqadi. This one is real crystal. Hamma ishda bo'lgani kabi qiyinchiliklar ham bo'lib turadi. It's $89.99. Odam o'zi ochmagunicha o'zi tushunmas ekan. Birovdan eshitadi odam, lekin o'zi ochib ko'rmagunicha bilmaydi. O'zbekistonda savdo sotiqda ishlagan odam bu yerda unaqa yaxshi sota olmasligi mumkin, chunki bu yerda klientlar boshqacha. Hamma bilan yaxshi munosabatda bo'lishga harakat qilish kerak. Juda ham qiyin. Bir xilda nima deydi, do'q qilib ketish mumkin klientlar yoki tovaringiz yoqmasa 2 kun, 3 kundan keyin qaytarib olib kelish mumkin. Shunaqa paytda o'zingizni tutishingizni bilish kerak, kulib turish kerak har doim. Uning muhim maslahatlaridan biri xodimni tanlash haqida. O'zi buni sinadi, hozir ancha tajribasi bor. 2 xodim bor. Iloji bo'lsa, biznes ochganda xodimlardan, o'sha momentda ham aytmoqchi edim, xodimlardan pul yeyish kerak emas. To'g'ri pul to'laysiz, может быть, boshida ochganingizda hamma topgan pulingiz xodimga nima deydi, rentga ketishi mumkin. Undan qo'rqish kerak emas. Chunki xodimsiz ishlasa odam charchab qolishi mumkin yoki, например, yaxshi xodim olsangiz, yaxshi xodim sizdan ham ko'proq pul qilib berishi mumkin. Buyumlarni reklama qilishning eng ma'qul yo'li qanday deb so'raymiz undan. Ishdan tashqari bo'lsa ham o'zingizni sotayotgan narsangizni kiyib yoki taqib yurish kerak odam. Ko'chada amerikanslarda shunaqa yaxshi tarafi bor. Ular uyalmaydi, so'raydi, "Voy, qayerdan chiroyli ekan narsang, qayerdan olding?" deb. Vizitkangiz обязательно yoningizda bo'lishi kerak. O'zim sotaman deb vizitkangizni berasiz. Uning internetda, Facebookda o'z sahifasi bor, chunki hammaning ham do'konga kelishga vaqti yo'q. Shunda bu zar qutini internetdan ko'rib bilsa bo'ladi. Koloradodan Nasiba Tohir, Odil Ro'zaliyev, Amerika ovoz televideniyasi. Kolorado shtatidan turkum lavhalarimizni kelgusi ko'rsatuvimizda davom ettiramiz. Eslatib o'taman, YouTube'dagi kanalimizda va saytimizda Amerikada yashayotgan o'zbeklar haqida ko'plab reportajlarimiz bor.